Salom do'stlar, mana biz yana bitta obyektga keldik. Patronum Game klubiga. Bu game klubni hozir birgalikda sizlar bilan obzor qilamiz. Ketdik. Game klubimizga ham kirib oldik. Kirishimiz bilan mana shu atmosferani, освещениясini полностью Dreamlight kompaniyasi qilib bergan. Ko'rib turganingizdek, dizayn bilan birga bir chiqqan. Bu xonaga kiramiz. Xo'p. Bu xonamiz освещенияsi mana. Ko'rib turganingizdek, faqat bu yerga limon rangda qilib berganmiz. Dizayn proyekt bilan birga bir bo'lgan. Bu yo'liga bo'lsa qizilda podsvetka tashib berganmiz. Bo'tlarga ham mana devorga alyumin profildan svetильniklar qo'yib berilgan. Bu yerda ham limon rangda yonadi. Bu yoq xonamiz mana. O'ziga yarasha tomli bo'lgan. Assalomu alaykum, Orbiyon aka. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Biz buni mana полностью uzun tashigan edi. Uzun tashiganimizdan keyin mana bu xonalarni отдельный bo'lishgan. Hammasi limon rangda yonadi. Tozalashga ham juda qulay. Agar o'chirib qo'ymoqchi bo'lsa ham alohida mana bunaqa podsvetkalar tashib berilgan, ani uyutniy bo'lishi uchun. Xo'p, keyingi xonaga o'tamiz. Mana bu koridor. Koridorimizga ham dizayn bilan birga bir chiqqan. Mana shu alyumin profildan yasab berganmiz. Bularni ham hammasi limon rangda yonadi. 50-32 profildan yasalgan. Bu yoq xonamizda katta xona. Katta xonamiz juda shovqinli. Chunki hozir bu yerda ana mirovoy igroklar o'ynayapti. Mana bu yoq xonamiz. Endi bu yoq xonamizni hozir bu yerda освещенияsi yoqilmagan ekan. Montajda освещенияsini qo'yib yuboramiz. Bu yerda ham mana ovqatlanadigan joy, ovqatlanadigan joylarni ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Juda chiroyli chiqqan. Buni освещенияsini xira yarti qilsa ham bo'ladi. Mana. Bu xonamiz ham mana kirishlar bilan yonadi mana. Ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli chiqqan, realniy tomma. Dizayn bilan birga bir chiqqan. Bu dizayn proyektini Abdulaziz degan dizayner bizga tashib bergan edi. Esimda bor, где-то bir yil oldin tashib bergan edi. Men Xudo xolasa xuddi shunaqa ko'rinishda qilib bera olamiz deb aytgan edim. Mana ko'rib turganingizdek, Dreamlight kompaniyasi dizayn proyekt bilan birga bir darajada qilib bergan. Patronum Game klubiga bo'lgan sayohatimiz tugadi. Keyingi Game klubda ko'rishguncha